Şunaq, yuqorqilik ishimizni davomi Wang Jianlinni qochirmanglar deb tovlashga to'g'ri keladi. Eng oxirida shundaq deylikki, nemishqamiz qochib ketadi deb savol qo'ydi Nido apandi. Dollarni Jungodan qochib ketishi yaqinda boshlanadi. Nima uchun Jungodan qochib ketadi? Nayta oddiy. Sabab nayta oddiy. 2009 yıl 4 trilyon pul ajratib iqtisodni rag'batlantirgandan beri taka hozirgacha Jungoda iqtisod taraqqiy qildi degan so'z kam ko't so'z, aldamchilik va yolg'onchilik. Jungo iqtisodi taraqqiy qilayotgani yo'q. Balki qarz elib foydalanib chiqim kirimdan eshib ketyotidi. Chiqim kirimdan eshib ketyotidi. Kelgusidagi boyliqni hozir chiqim qilibla qolmay, hatto boyliq manbalarini, odam kuchini, barliq jamiyat boyliqlarini chiqim qilib, buzish xarakterlik, ish qilish xarakterlik qurilishni hamma yerda ko'rgili bo'ladi. Kapitalning Jungodan qochishi yangi doimiy holatga aylandi. Jungoning mustabid tuzumi boshqa davlatlar va millatlar bilan inoq birga tura olmaydi. Bu intayin xatarli ish bo'lib, bu Jungolikning buzuqligidan emas. Balki hukumat axloq buzilib ketganlikdan kelib chiqqan yomon oqibatda. Nido apandi, shu hukmni to'g'ri qildingizmi qanday? Hukumatda tashkillayotgan kim? Irqiy, etnik, millat xanzular emasmi, Xitoylar emasmi? Bu yomon oqibatni butun dunyo bilib bo'ldi. Jungodan qochib chiqayotgani faqat kapitallam emas, kapitalli emas. Qochadigan ish kapitaldan boshlanyotidi. Kapitalning qochib ketishi Jungoda barliq iqtisod va siyosat mazg'ablarining birdek biroqla gumron bo'lishiga olib keladi. Kapitalning Jungodan qochib ketishi barliq iqtisod iqtisodlarini, iqtisodini va siyosatning gumron bo'lishini keltirib chiqardi. Oqibatni tasavvur qilish intayin qiyin. Agar shu kunda bu ahvolga bir vosita ishlatmaganda vaqt oxirlashib qoldi. Li Jiaqing avval qochib ketdi. Lekin Li Jiaqing xalqaro kapitalga vakillik qila olmaydi. O'ziga vakillik qiladi. Bu jamiyatga atoqli odam sifatida bu kishi savdo sohasiga ta'sir ko'rsatadi va yana kapital bozoriga ta'sir ko'rsatadi. Li Jiaqing Jungoda mag'zab iqtisod boyligini talon-taroj qiladiganligini bilib qoldi. Lekin qaysi kuni yuz berdi, uni bilmaydi. Li Jiaqing deydi, nima uchun qochdi deganda, Jungoda mag'zab iqtisoddan paydo bo'lgan boylik, yaratilgan boylikni talon-taroj qiladigan vaqt yetib keldi deydi. Li Jiaqing shuni bilib qilibla, Shanxi guruhini bitirib qilib, Shanganga qochdi, Shangangdan Angliyaga qochdi. Buran chapqon yetib kelishdan burunla o'zining boyligini yo'tkab ketmasa, xon bilan yuyishga to'g'ri keladiganligini bilib qoldi. Li Jiaqing qochdi. Buran chapqon yetib kelishdan burun o'zining boyligini yo'tkab ketmasa, xon bilan yuyishga to'g'ri keladiganligini bilib qoldi. 2015-yil oxirlashay deb qoldi. Kapital Jungo paychak bozorida xon bilan yuyilishga boshladi. Bu faqat bir signal. 2016-yil kirgandan keyin bu ish 2017-yilga tutishib ketishi mumkin. Yeni qo'lingda Xitoy, sening qo'lingda Xitoy puli bo'ladi ekan, bu pulni quchoqlab qolasan, qochib ketolmaysan. Pulim ko'p deb qo'rqib yurma. Pulim yo'q deb qo'rqsang bo'ladi. Qo'limda pul ko'p deb qo'rqib yurma. Pulim ko'p, qanday qilmaysan, qo'rqib yurma. Pulim yo'q deb qo'rqsang bo'ladi. Li Jiaqingning puli ko'p odam edi. Baldir qochib ketdi. Yaxshi fursatda tutib oldi. Bu mening tahlilim. Deydi Nido apandi, to'g'ri bo'lishini atayin. Lekin deydi Nido apandi, butunlay rost gapladi. Bu mening ko'z qarashim, to'g'ri bo'lishini atayin, lekin mening da'vat qilaman hammasi rost gapladi deydi Nido apandi. Iqtisodshunos Nido apandining yoqorg'i Jungoning iqtisodiy ahvol to'g'risidagi
Masalan, oxiri vaziyat kelib qolganligi to'g'risidagi maqolasini sizlarga tunishtirib o'tdik vatandoshlar.